Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bizga yangi turdagi filtr apparatlarimiz yetib keldi. Bu apparatlarimizni ko'pchilik olishga o'ylanyapti. Bu apparatni qanday ishlataman, ishchi kuch talab qiladimi deb bizga savol berishyapti. Shu videoda hamma savollarga javob olishingiz mumkin. Mijoz keladi. Shu yerga xohlagan hajmdagi idishini qo'yadi va kerakli summani bu yerdan joylaydi. Xohlasa muzdek filtrlangan, xohlasa oddiy haroratdagi filtrlangan suvlarni xarid qilishi mumkin. Bu filtr uskunamizni tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, eni 1:1 bo'ladi, bo'yi bo'lsa 2 metr bo'ladi. Agar yaxshilab e'tibor bergan bo'lsanglar, barcha yozuvlari o'zbek tilida. Bu yozuvlarni mijoz xohishiga qarab boshqa yozuvga yoki o'zini brend logotipiga o'zgartirib berishimiz mumkin. Mijoz xohishiga qarab ustki rang ko'rinishlarini va boshqa narsalarni o'zgartirib berishimiz mumkin. Ichki funksiyalarini ko'radigan bo'lsak, to'g'rimizda 260 litrlik hajmga ega nerjavikadan bo'lgan suv saqlash bachog'imiz bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa suv hidlanib qolmaydi. Chap tomonimizda bo'lsa, ultrafioletli filtrlarimiz mavjud. Bu yerda suv sovutish tizimimiz. To'g'rimizga qaraydigan bo'lsak, ikkita motor va ikkita 1200 gallonli membranalarimizni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda 4 ta minerallarimiz, o'ng tomonda bo'lsa ko'mir va paxtali filtrlarimiz mavjud. Bu uskunamizda asosiy miyasiga keladigan bo'lsak, bu yerda tokni, elektr quvvatini o'lchaydigan apparatimiz. Bu yerdan bo'lsa mijoz kiritgan pullar qabul qilinadi va shu yerga tushadi. Va boshqa qo'shimcha funksiyalari. Yana bir bor eslatib o'taman, bu uskunamizni o'zida suv va elektr quvvatini hisoblovchi datchiklari mavjud. Qishda muzlab qolmaydimi degan akalarimizga mana sovug'idan izolyatsiya qilingan va yaxshilab issiq muzlab qolmasligi uchun bu yerda cho'pli pollarimiz va qo'shimcha isitish lampochkalarimiz uchun joylar ajratib ketilgan. Bu uskunamiz ichida zavodskoy o'zini isitish lampochkalari ham beriladi. Bu tomonda va bu tomonda yana boshqa filtrlarimiz mavjud. Bu filtrimiz shu bilan bir xil bo'ladi, lekin bunisi avvalgi videolarda qo'yganmiz. Rasmini qoldirib ketaman. To'liq ma'lumot uchun Instagram sahifamizga o'tsanglar, barchasi aniq ko'rsatilgan. Endi bu filtrlarimiz narxiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston bo'ylab o'rnatib va yetkazib berish xizmatlari mavjud. Bu katta filtr uskunamiz $2800 kelishadigan joylari bilan, bu yerdagi kichkina ixcham filtr uskunamiz esa $2500 kelishadigan joylari bilan. Aloqaga chiqish uchun pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin va pastda Instagram sahifalarimizni ham qoldirib ketaman.